Sizlar bilan men Alfa Apalan Uz do'stlar. Bugungi videoda biz hardcore dunyomizda ikkinchi qismini o'ynaymiz. Do'stlar, uzr, ba'zi bir sabablarga ko'ra hardcore dunyoda shuncha o'ynagan narsalarni mana qo'yib qolibdi, ko'rmay qolibdi. Videoga qarasam shuncha qilganim qarasam yozilmagan videoga shunday endi nima qilishni bilmayapman do'stlar. Men shuncha kuchayganim hozir bir tiyin bo'lyapti. Shuncha mehnatim bir tiyin bo'lyapti. Endi nima bo'ladi? Shu joydan davom etib ketaman. Qo'rqmayman do'stlar, hech qanday cheat bit ishlatganim yo'q. Har tur 2 kun o'ynab shuncha qildim. Skelet, qayerdasan? Skeletim. Burada yana g'or bo'lishi kerak. No. Tak do'stlar, mana menda nimalar bor? Mana yerda 8 ta olmos, yana paket yasab olishim kerak. Menda yog'och tugab qolmoqda, terakt tashqariga chiqishim kerak. Menda ko'p narsalar bor, terakt. Ko'p narsa yo'q bo'lmaydi. Tongdan chiqsam ham bo'ladi. Do'stlar, video 15 minutdan ko'p video olmayman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra YouTube meni 15 minutdan ko'p video olmagan qilib qo'ydi. Buni yana bir sababi bor. Meni YouTube'ga bir akkaunt ochish kerak ekan, shunga menimcha. Tak. Hozir yurakni yana o'zini sayr qilib olmos topaylik. Kelik. Qattiq. Mana momo. Hardcore o'ynamaganman, chunki hardcore o'ynamaganman. Sabab hardcore o'yib qolaman deb, shuncha qilgan mehnatim bitim bo'lmasin deb o'ynamayman. Do'stlar, bu hardcore modi emas, boshqasi emas, oddiy 1.21-versiya men bir videoim bor, Minecraft hardcore o'zgartirish degan. Shuning uchun hozir shu videoni ko'rsangiz, shu yerdan hardcore qildim. Mana hozir sizlar bilan o'ynayapman. Yo'q. Endi kon yo'g'ini chiqib ketmoqchi edim. Mana kon. Gaddanga sakraysan. Yo'qoraman, boing, kellaveringlar. Bitta shashchadan yeb ketasizlar. Bo'ldi do'stlar, mana shu tepaga chiqish vaqti keldi. Nomus Minecraftda sarflanishga kerak bo'lmaydi. Menga u achchiqlim bo'lmaydi. Minecraftda uncha keraksiz blok desam. Tak, ovqat ham kamayib bormoqda. Iloji boricha farqi 40 blok qo'shim bo'ldi tepaga. Tepaga chiqib olay. Iltimos, yana bitta kon. O'ynashmagan arbob bilan lekin shu arbobga yo'q. Do'stlar, nahotki do'stlar shuncha kuchayganmiz. Nahotki qanday qilib? Nima uchun? Qaysi aybim uchun? Do'stlar, qaysi aybim uchun? Nimaga? Do'stlar, 3 hardcore bor, 3 kun yashagandim. 3 kun ichida shuncha narsa 6 diamond. Nima uchun? Do'stlar, uzr, sizlarni ishonchingizni oqlamadim. Men aytgandek hardcoreist emasman. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Sizlar bilan men Apalan Uz bo'ldim. Video boshlaganiga endi 4 daqiqa 50 sekund o'tdi. Men esa o'ldim. Shuncha qilganimiz bir tiyin bo'ldi do'stlar. Hammasi tamom. Yana hardcore dunyo o'ynab ko'raman, lekin
Menimcha uncha hardcore emasman. Hardcore o'ynamasam kerak boshqa. No, bilmasam meni. Shuncha qilganmiz, shuncha kuchaganmiz. Yo'q, nima uchun? Qanday qilib? Do'stlar, bo'pti. No, mayli. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Apollon Uz bo'ldim. Men bu dunyoda hardcore'da Ender Dragon'da o'ldira olmadim. Hammaga xayr.